bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki migratsiya qoidalari o'zgarmoqda va bu deyarli hamma chet el fuqarolariga, ayniqsa Rossiyada ishlayotgan, kelib ketib yurgan, patent bilan ishlayotgan yoki vaqtincha ro'yxatda turgan yurtdoshlarimizga tegishli. Agar sizda migratsion karta, registratsiya, patent, ish shartnomasi, tibbiy ko'rik yoki daktiloskopiya bo'yicha biror xato bo'lsa, endi bu mayli. Keyin to'g'rilab olaman degan masala emas. Jarima, deport, kirishga taqiq, bank xizmatlari cheklanishi yoki ish joyidan ayrilish xavfi kuchaymoqda. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Men bugun sizga oddiy tilda, aniq misollar bilan nimalar o'zgargani, kim xavotir olish kerakligi va hujjatlaringizni qanday tekshirish kerakligini tushuntiraman. Oldin ko'pchilik chet el fuqarolari Rossiyaga kelganda asosiy 3 ta narsaga qarardi. Chegarada migratsion karta oldimi? Vaqtincha ro'yxatdan o'tdimi? Agar ishlasa patent qildimi? Ko'pchilik uchun tizim shunday ishlardi. Keldingiz 7 ish kuni ichida yoki ayrim holatlarda belgilangan muddatda migratsion hisobga turdingiz. İşlamoqchi bo'lsangiz patentga hujjat topshirdingiz. Har oy patent to'lovini qildingiz va ish joyida ishlayverdingiz. Ammo oxirgi yillarda qoidalar ancha qat'iylashdi. Endi davlat organlari chet el fuqarosining harakatini alohida emas, umumiy tizim orqali ko'rishni boshlayapti. Ya'ni siz qayerda ro'yxatdasiz, patentingiz bor yoki yo'q. Patent to'lovi vaqtida qilinganmi? Tibbiy ko'rikdan o'tgansizmi? Barmoq izi topshirganmisiz? Ish shartnomangiz rasmiylashtirilganmi? Kirish chiqishlaringizda muddat buzilmaganmi? Bularning hammasi bir-biri bilan bog'lanmoqda. Oldin ba'zi odamlar registratsiyam tugadi, lekin 1-2 hafta yurib turaman. Patent to'lovini kechiktirib qo'ydim, keyin to'layman. Ish beruvchi shartnoma qilmayapti, baribir ishlayapman. Adres boshqa joyda. O'zim boshqa joyda yashayapman deb yurar edi. Endi bunday xatolar juda xavfli. Chunki tekshiruv faqat ko'chada pasport tekshirish bilan cheklanmaydi. Ish joyi, bank, soliq, migratsiya bazasi, tibbiy hujjatlar va registratsiya ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Eng katta o'zgarishlardan biri shundaki, vaqtincha bo'lish muddati va qonuniy asoslar masalasiga e'tibor kuchaymoqda. Agar siz vizasiz tartibda kelgan bo'lsangiz, qancha kun qolishingiz mumkinligi, bu muddat qachondan sanalishi, patent yoki boshqa asos muddatni uzaytiradimi? Bularni aniq bilishingiz kerak. Chunki men oldin ham shunday qilganman. Hech narsa bo'lmaganda degan fikr endi ish bermasligi mumkin. Birinchi navbatda Rossiyada ishlayotgan patentli fuqarolar o'z holatini tekshirish kerak. Masalan, siz Toshkentdan Moskvaga ishlash uchun keldingiz. Chegarada migratsion kartaga rabota deb yozildi. Keyin registratsiya qildingiz, tibbiy ko'rikdan o'tdingiz, patent oldingiz. Hammasi to'g'ridek ko'rinadi. Lekin muammo ko'pincha mayda joydan chiqadi. Birinchi misol patent to'lovi. Aytaylik, patent bo'yicha har oy oldindan to'lov qilish kerak. Siz 10 sanagacha to'lashingiz kerak edi, lekin 12 sana to'ladingiz. Ba'zi odamlar 2 kun kechikdim, nima bo'pti deydi. Ammo migratsiya qonunchiligida patent to'lovi muddati juda muhim. To'lov kechiksa, patentning amal qilishi to'xtashi yoki bekor bo'lishi mumkin. Siz esa buni bilmasdan yana bir oy ishlayverasiz. Keyin tekshiruvda siz rasmiy ishlayotgan emas, noqonuniy ishlayotgan odamga aylanib qolasiz. Natija jarima ish beruvchiga ham jarima, sizga esa mamlakatdan chiqarish xavfi. Ikkinchi misol registratsiya manzili. Siz hujjatda bir manzilda ro'yxatda turibsiz, lekin aslida boshqa joyda yashayapsiz. Oldin bunga ko'pchilik beparvo qarardi. Asosiysi registratsiya bor-ku derdi. Lekin tekshiruv vaqtida sizdan qayerda yashaysiz deb so'ralsa, hujjatdagi manzil bilan real manzil mos kelmasa, muammo tug'iladi. Ayniqsa soxta registratsiya masalasi jiddiy. Agar siz pul berib o'zingiz hech qachon yashamagan manzilga ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, bu oddiy xato emas. Qonunbuzarlik sifatida baholanishi mumkin. Uchinchi misol ish maqsadi. Migratsion kartada kelish maqsadi xususiy yoki turizm deb yozilgan, lekin odam ishlayapti. Bu juda ko'p uchraydi. Chegarada shoshilib tushunmang. Noto'g'ri belgilab yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin keyin patent olishda, ishga kirishda yoki tekshiruvda bu nomuvofiqlik muammo bo'ladi. Agar siz ishlash uchun kelayotgan bo'lsangiz, kirish maqsadi ham shunga mos bo'lishi kerak. 4-misol, ish shartnomasi. Sizda patent bor, to'lovlar bor, lekin ish beruvchi bilan rasmiy mehnat shartnomasi yo'q. Yoki shartnoma bor, lekin migratsiya organlariga xabar berilmagan. Qonun bo'yicha ko'p holatlarda ish beruvchi
chet el fuqarosini ishga olgani yoki ishdan bo'shatgani haqida belgilangan muddatda xabar berishi kerak. Agar bu qilinmasa, ayb faqat ish beruvchida emas. Sizning holatingiz ham xavf ostida qoladi. Chunki siz qonuniy ishlayapman deb o'ylaysiz, lekin tizimda bu ish rasmiy ko'rinmasligi mumkin. 5-misol tibbiy ko'rik va daktiloskopiya. Ayrim toifadagi chet el fuqarolari kelgandan keyin belgilangan muddatlarda tibbiy tekshiruvdan o'tishi, barmoq izi topshirishi va suratga olinishi kerak. Bu hujjatlar bir marta topshirib qo'yiladigan oddiy qog'oz emas. Ularning amal qilish muddati, yangilanishi, bazada aks etishi muhim. Ba'zi odamlar tibbiy ko'rikdan o'tgan, lekin natijani olib kelmagan, bazaga kiritilmagan yoki muddati tugagan bo'ladi. Keyin men o'tganman-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. Qo'lingizda tasdiqlovchi hujjat bo'lishi shart. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi guruh, registratsiyasi tugashiga oz qolganlar yoki allaqachon tugaganlar. Patent to'lovini kechiktirganlar. 3-guruh, boshqa viloyatda patent olib, boshqa viloyatda ishlayotganlar. Masalan, siz Moskva viloyatida patent oldingiz, lekin Moskvada ishlayapsiz yoki aksincha. Patent hudud bo'yicha amal qilishi mumkin. Shuning uchun bu juda katta xato. 4-guruh, migratsion kartada maqsadi noto'g'ri ko'rsatilganlar. 5-guruh bir necha marta jarima olganlar. Chunki ma'muriy huquqbuzarliklar yig'ilib kirishga taqiq yoki chiqarib yuborishga sabab bo'lishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizda pasport amal qilish muddati yetarli bo'lsa, migratsion karta to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, ro'yxatingiz haqiqiy yashash manzilingizga mos bo'lsa, patentingiz amalda bo'lsa, to'lovlarni bir kun ham kechiktirmagan bo'lsangiz, tibbiy ko'rik va daktiloskopiya bo'yicha hammasi bazada bo'lsa, ish beruvchi bilan rasmiy shartnomangiz bo'lsa, sizda xavf ancha kamayadi. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki ba'zan xato sizdan emas, hujjat topshirgan markaz, ish beruvchi yoki qabul qiluvchi tarafdan ham chiqadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Menda patent bor, demak hammasi joyida degan fikr. Patent borligi hali hammasi qonuniy degan emas. Patentning to'lovi vaqtida qilinganmi? Patent olingan hududda ishlayapsizmi? Kasbingiz va faoliyatingiz mosmi? Ish shartnomasi bormi? Registratsiya muddati tugamaganmi? Bularning har biri alohida tekshiriladi. Ikkinchi tuzoq. Registratsiyani uzaytirib berdim deyishdi. Ko'p yurtdoshlar hujjatni vositachilar orqali qiladi. Kimdir, aka, hammasi bazada, xavotir olmang deydi. Siz esa faqat qog'ozni ko'rasiz. Lekin haqiqiy savol, bu ro'yxat davlat bazasida bormi? Qabul qiluvchi taraf haqiqatan ham sizni ro'yxatga qo'yganmi? Manzil mavjudmi? Siz u yerda yashashingiz mumkinmi? Soxta hujjat bilan yurish eng xavfli holatlardan biri. 3-tuzoq, pasport muddati. Ko'pchilik faqat patent yoki registratsiyaga qaraydi. Lekin pasport muddati tugashiga 3-4 oy qolgan bo'ladi. Ayrim hujjatlarni rasmiylashtirishda pasportning amal qilish muddati yetarli bo'lishi kerak. Pasportingiz tugashiga oz qolgan bo'lsa, patent, ro'yxat, bank kartasi, mehnat shartnomasi va boshqa jarayonlarda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun pasport muddatini oldindan tekshiring. 4-tuzoq, ism familiya xatosi. Bitta harf noto'g'ri yozilishi ham katta muammo. Masalan, pasportda o'g'li boshqacha transliteratsiya qilingan. Migratsion kartada familiya bitta harf bilan farq qiladi. Patentda tug'ilgan sana noto'g'ri. Siz buni mayda xato deb o'ylaysiz, lekin bazada bu boshqa odamdek ko'rinishi mumkin. Natijada to'lovingiz patentga bog'lanmay qolishi, tekshiruvda hujjatlar mos kelmasligi yoki bankda muammo bo'lishi mumkin. 5-tuzoq, jarimalar. Ayrim odamlar yo'l harakati, jamoat tartibi yoki boshqa ma'muriy jarimalarni jiddiy qabul qilmaydi. Bu migratsiya aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin chet el fuqarolari uchun takroriy ma'muriy huquq buzarliklar migratsion oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, bir yil ichida bir necha marta jarima olish, ayniqsa yirik shaharlarda. Keyinchalik kirishga taqiq yoki mamlakatdan chiqarish masalasiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday jarimani vaqtida to'lang va sababini tushunib oling. 6-nozik jihat, kirish-chiqish muddati. Ba'zilar men chegaradan chiqib kirsam, muddat yangilanadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Qoidalar o'zgarganda kunlar hisoblanishi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz 9 kunlik muddatni ishlatib bo'lgan bo'lsangiz, shunchaki bir kun chiqib qayta kirish muammoni hal qilmasligi mumkin. Ayniqsa, yangi tartiblar bo'yicha yil davomida qancha kun bo'lganingiz hisobga olinadi. Shuning uchun kalendar bilan hisoblang. Qaysi kuni kirdingiz, qaysi kuni chiqdingiz, jami necha kun bo'ldi.
7-chi nozik jihat oilaviy holat. Masalan, patent bilan ishlaydi, xotini ishlamaydi, bolalar maktabga boradi. Ko'pchilik faqat ishlayotgan odamning hujjatini tekshiradi. Lekin ishlamayotgan oila a'zolarining ham registratsiyasi, bo'lish muddati, tibbiy sug'urtasi, bolalarning hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. Bola maktabga borayotgani avtomatik ravishda uning migratsion holatini qonuniy qilib qo'ymaydi. Har bir oila a'zosi alohida tekshiriladi. 8-chi nozik jihat bank va pul o'tkazmalari. Hujjatlaringizda muammo bo'lsa, bank xizmatlarida ham savollar paydo bo'lishi mumkin. Bank karta ochishda, pul o'tkazishda, hisobingizni blokdan chiqarishda sizdan amaldagi ro'yxat, pasport, migratsion karta, patent yoki boshqa asos so'ralishi mumkin. Agar hujjatlar nomuvofiq bo'lsa, oddiy moliyaviy ishlaringiz ham qiyinlashadi. Endi eng kerakli qism. Siz bugun, ertaga yoki shu hafta nimalarni qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport, migratsion karta, registratsiya qog'ozi, patent to'lov cheklaringiz, tibbiy ko'rik hujjatlari, daktiloskopiya tasdiqlovi, mehnat shartnomasi, sug'urta polisi, agar bo'lsa AN, SNILS va bank hujjatlarini alohida papkaga soling. Telefoningizda ham skan nusxasini saqlang, lekin asl hujjatlarni yo'qotmang. Ikkinchi qadam, pasportni tekshiring. Familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport raqami hamma hujjatlarda bir xil yozilganmi? Pasport muddati qachon tugaydi? Agar pasport tugashiga oz qolgan bo'lsa, konsullik orqali yangilash masalasini kechiktirmang. Chunki pasport tugab qolsa, qolgan hujjatlarni ham to'g'rilash qiyinlashadi. Uchinchi qadam, migratsion kartani tekshiring. Kirgan sana, kelish maqsadi, pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, maqsad rabota bo'lishi kerak bo'lgan holatlar bor. Agar xato bo'lsa, uni qanday tuzatish mumkinligini migratsiya bo'limi yoki rasmiy migratsiya markazidan so'rang. Vositachining gapiga emas, rasmiy manbaga tayaning. 4-qadam. Registratsiyani tekshiring. Qachongacha amal qiladi? Manzil to'g'rimi? Siz haqiqatan ham o'sha manzilda yashaysizmi? Qabul qiluvchi taraf sizni ro'yxatga qo'yganini biladimi? Agar mehmonxona, yotoqxona yoki ish beruvchi orqali ro'yxatga turgan bo'lsangiz, ular hujjatni to'g'ri topshirganiga ishonch hosil qiling. Muddat tugashidan kamida 20-25 kun oldin uzaytirish masalasini boshlang. 5-qadam, patentni tekshiring. Patent qaysi hududga berilgan? Siz aynan shu hududda ishlayapsizmi? To'lovlarni qaysi sanagacha qilish kerak? Cheklar saqlanganmi? To'lovda FIO, patent raqami yoki rekvizitlar noto'g'ri ketmaganmi? Har oy to'lovni oxirgi kunga qoldirmang. Men odatda 3-5 kun oldin to'lashni maslahat beraman. Chunki bank o'tkazmasi kechikishi, dam olish kun tushib qolishi yoki rekvizitda xato bo'lishi mumkin. 6-qadam, ish beruvchi bilan hujjatni tekshiring. Sizda mehnat shartnomasi bormi? Unda ish joyi, lavozim, maosh sana, ish beruvchi rekvizitlari yozilganmi? Ish beruvchi migratsiya organlariga sizni ishga olgani haqida xabar berganmi? Bu savolni tortinmasdan bering. Chunki ertaga tekshiruv kelsa, men bilmasdim degan javob sizni to'liq himoya qilmaydi. 7-qadam, tibbiy hujjatlarni tekshiring. Tibbiy ko'rikdan qachon o'tgansiz? Hujjatning amal qilish muddati bormi? Natija migratsiya tizimida aks etganmi? Agar sizda faqat eski ma'lumotnoma bo'lsa, lekin yangilanish talab qilinsa, kechiktirmang. Ayniqsa, patent uzaytirish yoki yangi hujjat olishda bu masala muhim bo'ladi. 8-qadam, jarimalaringizni tekshiring. Yo'l harakati, ma'muriy jarima, sud qarori, ijro hujjatlari bor yo'qligini tekshiring. Agar jarima bo'lsa, to'lang va chekni saqlang. Faqat to'lashning o'zi yetarli emas. Ba'zan tizimda yopilganini ham tekshirish kerak. Chunki to'langan jarima bazada osilib qolsa, keyin chegarada yoki hujjat topshirishda muammo berishi mumkin. 9-qadam, kirish-chiqish kunlaringizni hisoblang. Oxirgi 1 yil yoki oxirgi davrda qachon kirganingiz va chiqqaningizni yozib chiqing. Pasportdagi shtamplarga qarang. Agar shtamp tushmagan yoki noto'g'ri bo'lsa, buni ham e'tiborsiz qoldirmang. Muddatingiz tugashiga yaqin bo'lsa, yana yuraveraman demang. Oldindan huquqiy asos toping. Patent, ruxsatnoma, yashash hujjati, o'qish, oilaviy asos yoki boshqa qonuniy yo'l bo'lishi kerak. 10-qadam, rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Mahalliy migratsiya bo'limi, ko'p funksiyali migratsiya markazi, davlat xizmatlari portallari, konsullik e'lonlari va ishonchli yuristlardan foydalaning. Telegramdagi noma'lum odamlar 3% hal qilib beraman degan vositachilar. Arzon soxta registratsiya takliflari sizni katta muammoga olib kirishi mumkin. Agar siz xato topsangiz,
Birinchi navbatda vahimaga tushmang, lekin kechiktirmang. Xatoni yozib oling. Qaysi hujjatda, qaysi sana, qaysi joyda muammo bor. Masalan, registratsiya muddati 5 kun oldin tugagan. Patent to'lovi 2 kun kechikkan. Migratsion kartada maqsad noto'g'ri. Ish shartnomasi yo'q. Keyin rasmiy idoraga murojaat qiling. Migratsiya bo'limiga bo'lsangiz, pasport, migratsion karta, registratsiya, patent cheklar va ariza bilan boring. Arizada oddiy qilib yozing. Hujjatlarim holatini tekshirib berishingizni, mavjud xatolik bo'yicha qonuniy tartibda tushuntirish berishingizni so'rayman. Agar ish beruvchi bilan bog'liq muammo bo'lsa, undan yozma ravishda shartnoma nusxasini va xabar berilgani tasdiqlovchi hujjatni so'rang. Agar vositachi orqali hujjat qilgan bo'lsangiz va shubha bo'lsa, o'sha vositachiga ishonib qolmang. Hujjatni mustaqil tekshirtiring. Soxta hujjat bilan ushlangandan keyin men bilmaganman deyish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir tekshirish arzonroq va xavfsizroq. Bugungi asosiy fikr shuki, qoidalar qat'iylashmoqda, tekshiruvlar tizimli bo'lyapti va endi har bir hujjat bir-biriga mos bo'lishi kerak. Pasport, migratsion karta, registratsiya, patent, to'lov, tibbiy ko'rik, ish shartnomasi va jarimalar. Bularning bittasidagi xato ham katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq hujjatlaringizni oching, sanalarni tekshiring, to'lov cheklariga qarang. Ish beruvchingiz bilan gaplashing, registratsiya manzilini aniqlang va shubhali joy bo'lsa rasmiy idoradan javob oling. Hujjatni vaqtida to'g'rilagan odam ko'pincha katta muammodan qutuladi. Kechiktirgan odam esa jarima, deport yoki kirishga taqiq bilan yuzma-yuz qolishi mumkin. Sizda qaysi masala ko'proq savol tug'diryapti? Patentmi, registratsiyami, migratsion kartami yoki kirish chiqish muddatimi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan mavzularni alohida tushuntiraman. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni Rossiyada yoki boshqa davlatda ishlayotgan yaqinlaringizga yuboring. Ogohlantirishdan ko'ra oldindan tekshirish har doim osonroq.